Assalamu alaykum qarindoshlar. Bu soatlik darsimizda biz matematikadagi qo'lliq mazmunlardan biri bo'lgan to'plamni o'rganamiz. Amaliyotda to'plamni biz oldingi soat darslarimizda ko'p uchratdik. Faqat nimaning to'plam ekanligini va yoki to'plamning nima ekanligini bilmay qoldik. Unda bo'lsa bu soatlik darsimizga bir qarab boqaylik. Amaliyotda biz to'plamni tunji soatlik darsimizda ko'rgan shundami? Yana nima dedik? Biz aqlimizga keladigan matematikada aqlimizga keladigan barliq sonlarni nima deb atagandik? Real sonlar deb atadik va R harfi bilan ifodalandik shundami? Unda bo'lsa 0 dan cho'ng bo'lgan real sonlarni-chi musbat sonlar dedik va R ning ustiga plus qo'yish orqali ifodaladik. Ve 0 dan kichik bo'lgan barliq real sonlarni manfiy sonlar deb atadik va R ning ustiga minus belgisi qo'yish orqali ifodaladik shundami? Ya'ni matematikadagi barliq bütün sonlarni Z harfi bilan ifodaladik shundami? 0 dan cho'ng bo'lgan bütün sonlarni-chi Z plus harfi bilan, unda bo'lsa Z 0 dan kichik bo'lgan bütün sonlarni-chi, ya'ni manfiy bütün sonlar deb shundami? Z minus harfi bilan ifodaladik. Buningdan sirt biz yana tabiiy sonlarni ko'rdik. Ama tabiiy sonlarni nima bilan? Ön harfi bilan ifodalab keldik. Amaliyotda bularning hammasi qanday bo'ldi? Toplam bo'ldi. Yana biz aqlimizga keladigan barliq sonlar qanday? Real sonlar kategoriyasiga shunami? 0 dan cho'ng bo'lgan barliq sonlar musbat sonlar kategoriyasiga, 0 dan kichik bo'lgan barliq sonlar qanday? Manfiy sonlar kategoriyasiga va barliq bütün sonlar bo'lsa, bütün sonlar kategoriyasiga, barliq musbat bütün sonlar kategoriyasiga, manfiy bütün sonlar kategoriyasiga va 0 va 0 dan cho'ng bo'lgan barliq musbat bütün sonlar shunami? Nima deydik? Tabiiy sonlar kategoriyasiga tava bo'ladi. Ya'ni bularning hammasi qanday? Toplam bo'ladi. Undaq bo'lsa savol, toplam degan nima? Ya'ni matematikada biz ma'lum sifat va yoki alohidalik bilan aniq ifodalangan ba'zi elementlardan tarkib topgan umumiy gavdani toplam deb ataymiz. Masalan, men Turkiyaning ichidagi barliq shaharlar yoki Turkiyaning shaharlari desam, bu bir toplam bo'ladi shundami? Men bu toplamni cho'ng yozilgan A harfi bilan ifodalay. Ya'ni biz matematikada odatda toplamni cho'ng yozilgan, masalan, A, B, C o'xshash harflar bilan ifodalaymiz. Unda bo'lsa bu yerdagi A nimani ko'rsatib bergan? Turkiyaning ichidagi barliq shaharlarni shundami? Men bu yerga qanday bir çemberin içine ep koygan bulay. Onda olsa bu A degan bu toplam Türkiye'nin içindeki barliq şehirlerini ko'rsatib bergan. Yani Türkiye'nin içinde şunama 81 tal şehir var. 81 tal şehirning hammasi qanday qildi? Bu toplamning ichidan o'rin oladi degan gap. Bu 81 shahar bu toplamning a'zosi. Yani biz bunu matematikada kasbiy nima deb ataymiz? Bu toplamning elementi deb ataymiz. Unda bo'lsa, masalan, men Anqarani misolga olay. Anqarani kichik yozilgan A harfi bilan ifodaladim. Ya'ni odatda biz matematikada bir to'plamning elementlarini kichik yozilgan harf bilan ifodalaymiz. Cho'ng yozilgan harflar bilan to'plamni ifodalaymiz. Unda bo'lsa, men Anqarani nima dedim? Qisqartib shunama A bilan ifodaladim. Unda bo'lsa, Anqara Turkiyaning ichidagi shaharlarning birisi, ya'ni Turkiyaning bir shahri. Unda bo'lsa, A qanday bo'ladi? A toplam A'ga tava bo'ladi deb bu xil shaklda ifodalaymiz. Shunami? Ya'ni Anqara Turkiyaning ichidagi shaharlarning birisi, ya'ni Turkiyaning shahri desam, bu kategoriyaga tava bo'ldi. Ya'ni element A toplam A'ga tava degan gap. Unda bo'lsa, masalan, men Los Angelesni-chi L harfi bilan ifodalay. Los Angeles Amerikaning bir shahri shundami? Turkiyaning emas. Unda bo'lsa, savol, Los Angeles bu A degan to'plamga tavami? Tava emas. Chunki A degan to'plam Turkiyaning ichidagi shaharlarni ko'rsatib berdi shundami? Los Angeles degan Amerikaning shahri, unda bo'lsa Los Angeles bu A to'plamga tava emas. Unda bo'lsa, matematikada agar bir element bir to'plamga tava bo'lsa, biz bu belgi bilan ifodalayotganmiz shundami? Ya'ni biz buni qanday qilamiz? Ingliz tilida belong to deb o'qiymiz. Unda bo'lsa, masalan, bir element bir to'plamga tava bo'lmasa, biz bu yerga qanday yantusizlikdan birini tartib qo'yganmiz. Unda bo'lsa, men matematikalik misoldan birini beray. Masalan, 0 dan cho'ng 6 dan kichik bo'lgan tabiiy sonlar to'plami. Shundami? Men bu to'plamni B to'plam deb olsam. Men nima dedim bayatdan? 0 dan cho'ng shundami? Unda bo'lsa, 0 dan cho'ng 6 dan kichik bo'lgan tabiiy sonlar to'plami. Bu yerdagi akiz bir son bo'lsin, 0 dan cho'ng 6 dan kichik bo'lgan. Yana nima dedim? Bu akiz tabiiy son shundami? Cho'qim tabiiy son bo'lish kerak ekan. Unda bo'lsa, biz oldi bilan bir yozib chiqaylik. 0 dan cho'ng 6 dan kichik bo'lgan tabiiy sonlar. Qaysi bor? 1 shundami? 2, 3, 4, 5 deganga o'xshash bu yerda 5 tal son chiqdi. Unda bo'lsa toplam B, ya'ni B toplam nimadan tarkib topadi ekan? B toplam shunami? Qanday bo'ldi? 1, 2, 3, 4,
5'ten ibaret bu 5 elementdan tarkib topadi deb bu xil shaklda yozib olamiz. Yana qaraydigan bo'lsak, odatda biz to'plamni cho'ng tirnoq bilan ifodalab yozamiz. Bu yerdagi 1, 2, 3, 4, 5 bu to'plam B'ning nimalari bo'ldi? Elementlari bo'ldi. Buning ichidagi elementlar xohlagan rad tartibi bilan yozilsa bo'ladi, lekin qat'iy takrorlanmaydi. Ya'ni 4 2 qatim va yoki 2 2 qatim yozilib qolmaydi. Unda bo'lsa, to'plam B'ni men bu xil shaklda ifodalab yozdim shunama. Unda bo'lsa bizning yana bir ifodalash usulimiz bor. Ya'ni qanday ifodalaymiz? To'plam B qanday bo'ldi? X'dan iborat mushta elementlardan tarkib topadi. Unda bo'lsa bu yerdagi x qanday ekan? 0 dan cho'ng, 6 dan kichik shunama. X yana tabiiy son deb ma'qul shaklda ifodalab yozsaqmi bo'ladi. Ya'ni men B to'plamni qanday qildim? 2 xil ifodalab yozdim. Odatda biz matematikada to'plamlarni bu xil 2 xil ifodalab yoza olamiz. Undaq bo'lsa, masalan, 4 degan bu element shunama B to'plamga tava. Shunama 4 B to'plamga tava. 8 tavami? 8 tava emas shunama. Bu xil shaklda ifodalab yoza olamiz. Ya'ni 4 bu B to'plamning bir elementi shunama bir a'zosi. Yeni bir misal beray. Masalan, buyi egizroq odamlar yoki buyi egizroq bo'lgan insonlarda bir to'plam bo'la olamdi. Albatta, bu bir to'plam bo'lolmaydi shundami? To'plam degan qanday bo'lish kerakda? Aniq ifodalangan, ma'lum sifat va yoki alohidalik bilan aniq ifodalangan bo'lish kerak. Unda bo'lsa, buyi egizroq odamlar degan vaqtimda nimaga asosan buyi egizroq shundami? 2 metrdan egiz bo'lsa, egizroq hisoblanamdi yoki 1.80 dan egiz bo'lsa, egizroq hisoblanamdi. Bu yerda bir o'lcham yo'q shundami? Unda bo'lsa, buyi egizroq insonlar yoki buyi egizroq odamlar deb qo'ysa, bu yerda aniq ifodalanmaganlik uchun bu bir to'plam bo'lolmaydi. Yeni bir misal men oldi bilan bir tanlama yozay. Shundami? Bu yerda x kvadrat elingan 4 tanacha 5 deb bir tanlama yozdim. Unda o'zi biraylan debdi. Ya'ni B deydigan bir to'plam bor. Bu to'plam bu yerdagi x ning qimmatlari bilan qanday qildi? Tarkib topadi debdi. Ya'ni bu yerdagi B to'plamning elementlari bu yerdagi x ning qimmati bo'ldi ekan shundami? Unda o'zi oldi bilan bu tanlamani bir yechib chiqay. Unda o'zi x kvadrat tanacha bo'ldi. 4 ni man tarafga o'tkazsam 9 shundami? Bir sonning kvadrati 9 bo'lsa, bu yerdagi x1 tang 3, x2 tanacha minus 3 degan gap. Unda olsa men qanday yoza olayman? B to'plam shundami? Nimadan tarkib topadi ekan? 3 va minus 3 deydigan ikki elementdan tarkib topadi degan gap. Unda olsa yana bir talmashga qarab boqaylik. Masalanga x ning kvadrati qo'shilgan 4 tanacha 0 deb bu yerda bir tanlama yozdim. Unda olsa biraylar nima debdi? A degan bir to'plam bor. Bu to'plamning elementlari bo'lsa, bu yerdagi x ning qimmati. Ya'ni A degan bu to'plam bu yerdagi x ning qimmatlari bilan tarkib topadi debdi. Unda olsa biz oldi bilan bu tanlimni bir yechib boqaylik shundami? Unda olsa x ning kvadrati tang 4 ni tarafga o'tkazsam nima bo'ldi? Minus 4. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir masala chiqdi shundami? X ning kvadrati tang minus 4 deb. Bir sonning kvadrati manfiy son bo'lishi asla mumkin emas. Unda olsa bu yerdagi x ni biz yechib chiqolmaymiz shundami? X ning qimmati yo'q degan gap. Ya'ni x ning qimmati yo'q degan gap, bu yerdagi to'plam A ning hech bir elementi yo'q degan gap. Unda olsa bir to'plamning hech bir elementi bo'lmasa va yoki bir to'plam har qanday bir hech bir elementni o'z ichiga olmasa, bu to'plamni biz matematikada nima deb ataymiz? Bo'sh to'plam deb bu xil shaklda ifodalaymiz. Ya'ni bu yerdagi A to'plam qanday bo'ldi? Bo'sh to'plamga teng bo'ldi. Shunami? A to'plam bo'sh to'plamga teng deb bu xil shaklda ifodalaymiz. En ahırda yeni bir narsani qo'shib qo'yay. To'plamni biz turkchada kuma deymiz va ingliz tilida set deymiz. Ya'ni SET shaklida yoziladi. To'plam degan nima ekanida bo'lsa, ma'lum sifat va yoki alohidalik bilan aniq ifodalangan ba'zi elementlardan tarkib topgan shunama umumiy gavdani biz matematikada to'plam deb ataymiz. Undaq bo'lsa, darsimizga davom qilaylik. Men do'stga ikki tal to'plam yozib tayyor qilib qo'ydim. Ya'ni A to'plam va B to'plam deb shunama. Qaraydigan bo'lsak, A to'plam 1 2 3 4 5 6 deb 6 elementdan tarkib topadi ekan. Unda bo'lsa bu yerdagi B to'plamchi 1 dan tortib 10gacha bo'lgan butun sonlardan tarkib topadi ekan shunama. Yana bir narsaga qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi A to'plamning barliq elementlari B to'plamga tava bo'lgan. Unda bo'lsa matematikada buning o'xshashmasdan bir to'plamning barliq elementlari yana bir to'plamga tava bo'lsa, bu to'plamni biz bu to'plamning nimasi
qismiy to'plami deb ataymiz. Shunama biz buni matematikada qanday yozamiz? Unda bu yerda A toplam B toplamning qismiy to'plami bo'ladi. Va yoki B ni oldiga yozib, shunama ma'qul shaklda ifodalasam bo'ladi. Ya'ni bu yerdagi 1 2 3 4 5 6 degan bu 6 element shunama B toplamda mavjud. Ya'ni biz buni bir toplam deb olsak, bu toplam amaliyotda bu cho'ng toplamning bir qismi shunama bir bo'lagi bir parchasi degan gap. Unda olsa men yana ikki tal toplam yozay. Masalanga C toplam deb yozdim. Yani Türkçede C deb o'qiymiz ama C toplam 2 3 4 dan ibaret 3 elementdan tarkib topgan bir toplam. Unda olsa D toplam degan bu toplamcha bu mu 2 3 4 dan ibaret 3 elementdan tarkib topgan bir toplam. Qaraydigan bo'lsak, C toplamning barliq elementlari D toplamga tava. Shunama. Unda bo'lsa biz buni nima deb ataymiz? Bu yerdagi C toplam shunama nima bo'ldi? D toplamning qismiy to'plami bo'ladi. Yana qaraydigan bo'lsak, D toplamning ichidagi barliq elementlar C toplamga tava bo'lgan. Unda bo'lsa bu yerdagi D toplam yana nima bo'la oladi? D toplam degan C toplamning qismiy to'plami. Shundami? Agar matematikada buni o'xshash bir toplam yana bir toplamning qanday qismiy to'plami va bu toplammi yana birisining qismiy to'plami bo'lsa, yana ikki tal toplam bo'lsin, birisining qismiy to'plami bo'lgan vaqtda biz bu yerdan qanday bir xulosa chiqarib olamiz? Bu yerdagi C toplam D toplamga teng deb bir xulosa chiqarib olamiz. Yana xulosa qilam, ikki to'plamning ichidagi elementlar birisi-birisiga o'xshash, yana teng bo'lgan vaqtda bu ikki to'plam qanday bo'ldi? Birisi-birisiga teng bo'ldi. Undaq bo'lsa biz yana ikki tal to'plam faraz qilaylik. Shunama masalanga A toplam va B toplam bo'lsin va A toplamni B toplamning qismiy to'plami deb faraz qilaylik. Unda bo'lsa men bu xil shaklda ifodalab yozaman shunama matematikada. Unda bo'lsa x deb bir element bo'lsin va bu yerda bir shart bor. Ya'ni x degan bu element qanday B toplamga tava, lekin x degan bu element A toplamga tava emas. Unda olsa A toplam B toplamning qismiy to'plami shunama. Men buni grafik bilan ifodalasam qanday ifodalayman? Avval B toplamni chizib chiqdim shunama. Bu B toplam. Unda olsa A toplam B toplamning qismiy to'plami bo'lgandan keyin men A toplamni B toplamning ichiga ma'qul shaklda chizib olay shunama. Qaraydigan bo'lsak, x B toplamga tava ekan. Ya'ni x bu B toplamning, ya'ni bu qora chiziqning qanday qora chambarning ichida degan gap. Unda olsa qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi x A toplamga tava emas debdi. Unda olsa men x ni nima qo'yman? X B toplamga tava, lekin A toplamga tava emas shunama. Unda olsa x ni men bu yerga qo'yman. Unda olsa matematikada biz bu xil munosabatni nima deymiz? Bu xil munosabat bilan kelgan vaqtda bu yerdagi A toplam shunama B toplamning qismiy to'plami bo'lib qolmasdan haqiqiy qismiy to'plami bo'ladi. Ya'ni aslida ikki chiziqsiz ekanmiz. Yana bir narsani qo'shib so'zlab qo'yay. Masalan, buning o'xshash qismiy to'plam va buning o'xshash haqiqiy qismiy to'plamni ifodalaydigan matematik simbollar ba'zi matematik kitoblarda o'xshamaydi. Masalan, Turkiyadagi matematik kitoblarda A, B'ning qismiy to'plami degan vaqtda bu yerda bir tal chiziqni tortmaydi shundami? Unda bo'lsa, biz burungi vatandagi kitoblarda, yana bu yerga bir chiziq tortgan vaqtda A, B'ning qismiy to'plami, agar ikki chiziq tortsam, A, B'ning haqiqiy qismiy to'plami bo'ladi. Unda bo'lsa, darsimizga davom qilaylik. Men yana doskaga ikki tal to'plamni yozib tayyor qo'ydim shunami. Qaraydigan bo'lsak, A toplam 5 elementdan tarkib topgan va B toplammi 5 elementdan tarkib topgan bir to'plam ekan. Yana tafsilroq qaraydigan bo'lsak, bu A toplam bilan B toplamda shundami o'rtaq bo'lgan ikki tal element bor ekan shundami 4 bilan 5. Unda bo'lsa men oldi bilan bularning grafikini bir chizib chiqay. Yana oldi bilan A toplamni sizmay shunama bu A toplam dey. Unda olsa A toplam bilan B toplamning kesishgan, yani o'rtaq nuqtasi bo'lganligi uchun bu ikki toplam qanday qildi? Kesishdi shunama. Unda olsa bu yerga B toplamni bu xil shaklda chizib oldim. Unda o'z qaraydigan bo'lsak, men bu yerdagi elementlarni to'plamning ichiga, ya'ni bu doiraning ichiga qo'ygan vaqtimda bir narsaga diqqat qilish kerak shundami? 1 2 3 ni bu yerga qo'yamiz. Unda olsa 8 9 10 8 9 10 ni bu yerga qo'yamiz. En halqalıq yerə gəldik. Yəni 4 bilan 5 bu iki element hem A toplamğa tava, hem B toplamğa tava. Şunama, yəni A bilan B'nin ortaq qanday elementləri. Unda olsa bularni kesişkən dairə bu yerə qoymuş. Şunama 4 5 deb.
toplamda nəhayət mühim iki tal uqum var. Yəni birincisi qanday bo'ldi? A toplamğı təvə yoki B toplamğı təvə bo'lgan barlıq elementlardan tuzilgan toplam A toplam bilan B toplamning birikma toplami deb ataladi. Bu matematikada qanday ifodalanadi? A toplam bilan B toplamning birikmasi deb bu xil shaklda ifodalanadi ham o'qiladi. Ya'ni A toplam bilan B toplamning birikmasi. Unda olsa men bunu yazgan vaqtimda qanday yazaman? Unda olsa A toplam bilan B toplamning birikmasi shunama aksdan iborat bir turkum elementlardan tarkib topgan bo'lsin. Bu yerdagi akiz nimaga tava bo'ldi? Akiz A toplamga tava shunama yoki qanda bu yerdagi akiz B toplamga tava deb bu xil shaklda ifodalab yozamiz. Undaq bo'lsa, ikkinchi uqum ham A toplamga tava ham B toplamga tava bo'lgan barliq elementlardan tuzilgan toplam A toplam bilan B toplamning kesishmasi deb atalib, matematikada mahil shaklda ifodalanadi. Yani biz bunu A toplam bilan B toplamının kesişmesi deb o'qaymiz. Nimadan tarkib topadi? Qanday ifodalab yozamiz? A toplam bilan B toplamının kesişmesi shunama aksdan iborat bir turkum elementlardan tarkib topadi. Unda bo'lsa bu yerdagi akiz ham A toplamga tava shunama bu yerda ham unda bo'lsa ham bu yerda B toplamga tava bo'ladi. Unda olsa növbətdə biz cavabını intayin tezlə çıxırıb ötələyimiz üçün amma yəni qanday bo'ldi? Bu yerdə iki tal toplamını biribdi. Unda olsa A toplam bilan B toplamının birikmisi dese unda olsa 1 2 3 4 5 ni alımaq üçün amma 1 2 3 4 5 ni alımaq. Anandan ikinci 4 5 ni yapalım. 8 9 10 ni alımaq. 8 9 10 alımı. Yani qaraydigan bo'lsak, bu yerda 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu 8 element yoki A toplamga tava yoki B toplamga tava bo'ldi. Shunami? Unda biz qaraydigan bo'lsak, keyinda, yani A toplam bilan B toplamning kesishmasi. Shunami? Hem A toplamga tava bo'lgan, hem B toplamga tava bo'lgan elementlar. Yani qaysi bor? Bu yerda 4 bilan 5 bor. Unda olsa 4 va 5. En dikkat qildigan ikki nuqtamiz bu yerda nima bo'ldi? Yoki bu yerda hem shunami. Yani bunun o'xshash shunami ikki toplamning kesishmasi bilan hosil bo'lgan toplamning elementlari hem A toplam hem B toplam yani ikkili toplamga tava bo'ldi. Bunun o'xshash ikki toplamning birikmasi bilan hosil bo'lgan qanda uchinchi bir toplamning qanda ichidagi elementlar A toplamga va yoki B toplamga tava bo'ldi degan gap. Unda bo'lsa biz navbatda yana ikki tal toplam faraz qilaylik. Masalanga A toplam va B toplam dedim. Unda bo'lsa A toplam degan nimani ifodalaydi? A toplam Farabiy Tor darsxonasining Turkiya ichidagi o'quvchilarini ifodalasin. Shunami? Unda bo'lsa B toplamchi Farabiy Tor darsxonasining Turkiya sirtidagi o'quvchilarini ifodalasin. Toplamda nəhayət mühim bir uqum var. U bo'lsa to'liq toplam deydigan. Unda bo'lsa to'liq toplam degan nima? Umuman qilib aytganda, agar bir toplam biz tadqiq qiladigan barliq elementlarni o'z ichiga olgan bo'lsa, bu toplam to'liq toplam bo'ldi. Yana biz buni odatda to'liq toplamni shundami U harfi bilan ifodalaymiz. Masalan, ingliz tilida buni universal set deb qo'ydi. Chunki set degan qanda, masalan, men bu yerga to'liqlab yozay. Universal shunama set. Unda o'sha set degan toplam, ya'ni kuma degan gap. Unda o'sha universal setdagi U harfi bilan ifodalaymiz. Yana to'liq toplam degan gap. Unda bo'lsa men doskaga buni oldi bilan grafikni bir chizay shunami. Masalan, bu to'liq toplamni men bu xil shaklda U harfi bilan chizib chiqdim. Unda bo'lsa sizgandan keyin men nima dedim? O'quvchilarimizni shunami Farabiy Tor darsxonasining o'quvchisini ikki toplamga boyatdan ayirib o'tgan. Yana qanday ayirdim? Bunu A shunami A toplam, bunu B toplam desem, bu A toplam Türkiye içideki Farabiy Tor darsxonasining Türkiye içideki o'quvchilari. Shunami? B toplamchi Farabiy Tor darsxonasining Türkiye sirtidagi o'quvchilari. Unda A toplamga B toplamni qo'shib o'tgan vaqtimda yana Farabiy Tor darsxonasining butun dunyodagi o'quvchilari chiqadi shunami? Unda bo'lsa bu to'liq toplam shunami? Biz bu yerda nima dedik? Agar bir toplam biz tadqiq qiladigan barliq elementlarni o'z ichiga olgan bo'lsa, bu toplam to'liq toplam bo'ldi. Ya'ni biz buni U bilan ifodalayotganmiz shunami? Yani bu yerda Farabiy Tor darsxonasining Turkiya ichidagi o'quvchilari va Farabiy Tor darsxonasining Turkiya sirtidagi o'quvchilaridan umuman tarkib topgan shunami? Bu yerdagi to'liq toplam nima bo'ldi? Biz tadqiq qilmoqchi bo'lgan Farabiy Tor darsxonasining dunyodagi barliq o'quvchilarini o'z ichiga olgan bo'ldi.
Undaq bolsa A toplamğa nisbeten to'liq toplam U'dagi A toplamğa təvə bo'lmagan barlıq elementlardan tuzilgan toplam A toplamının to'ldirg'ich toplumi bo'ldi. Yani A toplamının to'ldirg'ich toplumi deb ataladi. Biz to'ldirg'ich toplamni ingliz tilida masalan complementary set deb ataymiz. Yani bu complementary degan to'ldirg'uchi yoki to'liqlig'uchi shunami birisi-birisini deydigan ma'nosi bor. Va buni matematikada biz ko'pincha vaqtda bu xil shaklda ifodalaymiz ama A toplamının to'ldirg'ich toplumi deb. Lekin bir ba'zi kitoblarda, masalan Turkiyadagi kitoblarda qanda A'ning ustiga bir nuqta yoki chikit qo'yish orqali ifodalaydi. Yani bu nimani ko'rsatadi? A toplamının to'ldirg'ich toplumi. Shunami? Yani biz buni qanday ifodalab yozamiz? Shunami? A toplamının to'ldirg'ich toplumi. Albatta qanda aksdan iborat bir turkum elementlardan tarkib topadi. Shunami? Bu elementlar, bu akiz nimaga tava? To'liq toplam U'ga tava hamda nima bo'ldi? To'ldirg'ich toplam bo'lg'achqa, shunami? A'ning to'ldirg'ich toplami bo'lg'achqa, bu yerdagi akiz A'ga tava emas deb bu xil shaklda yozib olamiz. Undaq bo'lsa, masalan, do'stga qaraydigan bo'lsak, shunami? Bu yerdagi A toplamning to'ldirg'uchi toplami nimaga teng bo'ldi? B toplamga teng bo'ldi. Bu nima degan gap? Masalan, Farabiy tor darsxonasining bir o'quvchisi, shunami? Agar Turkiya ichida bo'lmasa, ya'ni bu yerdagi A'ning ichida bo'lmasa, chuqum B'ning ichida, ya'ni Turkiya sirtida degan gap. Bir qancha tal misol beray. Masalan, biz buni bu yerda nima dedik? Bo'sh toplam dedik, shunami? Ichida hech qanday element bo'lmagan toplam. Unda bo'sh toplamning to'ldirg'uchi toplami nimaga teng bo'ldi? To'liq toplamga teng bo'ldi, shunami? To'liq toplamning to'ldirg'uchi toplami nimaga teng bo'ldi? Bo'sh toplamga teng bo'ldi. Unda bo'lsa, masalan, yana qarab boqadigan bo'lsak, A toplamning to'ldirg'uchi toplamining to'ldirg'uchisi nimaga teng bo'ldi? A toplamning to'ldirg'uchi toplami B ga teng bo'ldi, shunami? Ya'ni bu tarafni B bo'lib ketdi degan gap. B toplamning to'ldirg'uchi toplami yana A'ga teng bo'ldi degan gap. Yana bir tal ko'rib boqaylik masalan, A toplamning to'ldirg'uchi toplami bilan A toplamning birikmasi. A toplamının to'ldirg'ich toplami B ga teng, shunami? Buning bilan A toplamning birikmasi nimaga teng bo'ldi? To'liq toplamga teng bo'ldi. Unda bo'lsa A toplamning to'ldirg'uchisi bilan A toplamning shunami? Kesishmasi nimaga teng bo'ldi? A toplamning to'ldirg'uchisi degan B bilan A'ning kesishmasi. Hech qanday bir o'rtaq nimasi yo'q, shunami? Unda bo'lsa bu bo'sh toplamga teng bo'ldi degan gap. Qaraydigan bo'lsak, men do'stga yana ikki tal toplam yozib tayyor qilib qo'ydim. Navbatda biz bir toplamdan bir toplamni elib o'tishni o'rganamiz. Ya'ni ikki toplamning farqini o'rganamiz. Unda bo'lsa, masalan, bizga A toplamdan B toplamni elib o'ting desa, biz buni qanday ifodalab yozamiz? A toplamdan B toplamni elib o'ting, shunami? Bir yon chiziq bilan ifodalab yozamiz. Yana bu yerda A toplamdan B toplamni elish degan gap amaliyotda A toplamning elementlaridan A toplam bilan B toplamning o'rtaq bo'lgan elementlarini chiqarib o'tish degan ifodalab berdi. Unda bu yerda o'rtaq bo'lgan 4 bilan 5 ni chiqarib o'tamiz. Ya'ni 4 bilan 5 ni B toplam elib o'tdi deb ma'qul shaklda o'ylasaqmi bo'ladi. Unda A toplamda nima qolib qoldi? 1 2 nima 7 8 qolib qoldi degan gap. Men buni grafik bilan ifodalagan vaqtda qanday ifodalayman? A toplamni bir sizash, nima boshda A toplamni sizib oldim. Andan keyin B toplam 4 5 deb ikki tal o'rtaq elementi bo'lgandan keyin bu ikki qanda toplam kesishida shunami B toplamni bu yerga sizdim. Unda bo'lsa 4 5 degan o'rtaq elementlar shunami 4 5 ni bu yerga yozdim. 9 10 ni mayaga yozaman shunami. Unda bo'lsa 1 2 7 8 1 2 7 8 ni mayaga yozdim. Qaraydigan bo'lsak, A toplamdan shunami B toplamni elib o'ting degan vaqtda bu A toplamning bu qismini qanday qilib qildi? B evitidu. Yani bu yani kesip çıkarıp etsak, nima qilib qoldi? 1 2 7 8 qilib qoldi degan gap. Mana javob shunda, ammo undaqda bizga ikki to'plamning farqini matematikalik ifodalab yozing desa, biz qanday ifodalab yozamiz? Bu yerdagi shundami? A to'plamdan B to'plamni elib o'tgani, bu yerda yangi bir to'plam chiqadi shunda, ammo bu to'plam aksdan iborat bir turkum elementlardan tarkib topadi. Bu yerdagi aks albatta A'ga tava bu yani qat'iy unutib qolmaslik kerak. Hamda bu yerdagi aks qanday bo'lanmaydi? Qat'iy B ga tava bo'lanmaydi. Chunki masalan xuddi 4 5 ga o'xshash shunda, ammo B ga tava bo'lgan qismini biz qanday qildik? A dan chiqarib tashladik bu yerdan. Bu soatlik darsdagi eng oxirgi mazmunimizga qarab boqaylik. Men do'stlarga yana A deb bir to'plam yozay shunda, ammo unda A degan bu to'plam 2, 3, 7, 8 mesela 10 deb qanda 5 elementdan tuzibdi shunami. Unda bo'lsa ba'zida imtihonlarda ma'noga o'xshash savollar bizga
yo'liqidi. Yana ön A tang necha deb. Bu yerdagi ön degan ingliz tilidagi numberni ko'rsatib beradi. Yana A degan bu to'plamning element soni. Unda biz qaraydigan bo'lsak, 5 element bor shundami? 5 deb yozamiz. Unda biz men yana bir tal to'plam yozayım. Masalan, B to'plam bo'lsin. Bu odatda yana bunda kelishi mumkin. 4, 5 nima? Bu yerda 8 deb. Unda olsa, bu yerda savol. Bu yerda n b tangnechi bo'ldi. Bu yerda mo element sonini topamiz shunami? Qaraydigan bo'lsak, nechta element bor? 3. Buni biz bir element deb qaraymiz. Yani ba'zilar deyish mumkin. Ma'lum bu to'plamning ichidagi bir to'plamg'o, shunami? Buni biz to'plam emas, bir element, yani B degan bu to'plamning bir elementi deb qaraymiz. Unda bo'lsa 3 shunami? Bu anandikinchi 8. Unda bo'lsa bu yerda 3 tal qanday ekan? Element soni 3 deb yozamiz. Ha, unda bo'lsa biz navbatda to'plamning element sonini hisoblashda nihoyat muhim bo'lgan bir qancha tal qoidaga qarab chiqaylik. Birinchisi, masalan, qanday bo'ldi? A toplam bilan shunama B toplamning birikmasining element soni debdi. Unda bo'lsa bu nimaga teng bo'ldi? Bu A toplamning element soni qo'shilgan B toplamning element soni elingan A toplam bilan B toplamning kesishimining element sonini elib o'tganga teng. Yani nima degan gap? Men buni balki grafikni sizib tushunsam, texnik yaxshi tushunishim mumkin. Men qanday qilay? A toplamni sizdim shundami? B toplamni-chi bu yerga sizdim. Unda bo'lsa A toplam bilan B toplamning birikmasining element soni degan nimani ko'rsatib berdi? Bu yerdagi A toplamning element sonini qo'shib o'tibdi shundami? B toplamning element sonini qo'shib o'tibdi. Qaraydigan bo'lsak, A toplamning element soni va B toplamning element soni bu ikkisini o'zaro qo'shgan vaqtda men bu a'liqni amaliyotda qanday qildim? 2 qatim qo'shib o'tdim degan gap. Bu a'liqni A bilan bir qo'shib o'tdim, B bilan bir qo'shib o'tdim. Unda bo'lsa bu yap qo'ygan bu a'liq nimani ko'rsatib berdi? A toplam bilan B toplamning kesishimi. Shundami? Unda bo'lsa biz buni 2 qatim qo'shib o'tgandan keyin bu yerda bir qatim qanday qilamiz? Elib o'tamiz. Ikkinchi qoidamizga qarab boqaylik, shundami? Ikkinchisi nima debdi? A toplamdan B toplamni elib o'tganimning element soni nimaga teng bo'ldi debdi. Bu A toplamning element soni shundami? Unda bo'lsa A toplam bilan B toplamning kesishimining element sonini elib o'tganimga teng. Biz bu aytgan ko'rdik shundami? Elib o'tishni. Unda bo'lsa A toplamdan B toplamni elib o'tgan vaqtimda qaysi qismi qolib qoldi? Bu shundami? Qizil qalam bilan bo'yab qo'ygan qismim. Ya'ni bu nimaga teng bo'ldi? A toplamning shundami? Bütün element sonidan A toplam bilan B toplamning kesishimining element sonini elib o'tganimga teng bo'ldi. Ya'ni bu qismi qolib qoldi degan gap. En oxirgi qoidamiz 3-qoida shundami? Unda bo'lsa A toplam, B toplam va C toplam. Bu 3 toplamning birikmasining element soni nimaga teng bo'ldi? Unda bo'lsa bu deganim shundami? A toplamning element soni qo'shilgan B toplamning element soni qo'shilgan C toplamning element soni. Bunundan elib o'tamiz. Alayda diqqat qilaylik. Nimani elib o'tamiz? A toplam bilan B toplamning kesishimining element sonini elib o'tamiz va A toplam bilan C toplamning kesishimining element sonini elib o'tamiz va B toplam bilan qanday C toplamning kesishimining element sonini elib o'tamiz. En oxirisida bu yerdagi A toplam, B toplam ve C toplamının 3 toplamının kesişiminin element sonini qo'shib beramiz. Belki men buni grafik bilan tushunsam, texnik yaxshi tushunishim mumkin. Unda bo'lsa grafikni sizib chiqash nima? A, B, C 3 tal toplam debdi. Unda bo'lsa A toplamni sizib oldim, B toplamni sizib oldim shunami va C toplamni, ya'ni C toplamni bu yerga sizib olay. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak nima debdi? A, B, C 3 toplamning birikmasining shunami element soni debdi. Biz qanday qildik? Formulada A toplamının element soni qo'shilgan B toplamının element soni qo'shilgan C toplamının element soni. Yani A, B, C'nin hammasini qo'shib o'tdik. Qo'shib o'tgandan keyin masalan biz mushu a'liqqa qarab boqaylik shundami? Bu yerga qaraydigan bo'lsak, bu qismi men ko'k qalam bilan bo'yab qo'ygan qismi A toplam bilan bir qatim, B toplam bilan bir qatim, 2 qatim qo'shilib ketdi. Shundami? Unda o'zi 2 qatim takrorlanib ketgandan keyin qanday men A bilan B ning kesishmasini bir qatim elib o'taman. Unda bo'lsa shuningga o'xshash, ya'ni bu qismi shundami? Yana qanday bu yerdagi bu qismi bu bo'lak bilan bu bo'lak shundami? B bilan bir qatim, C bilan bir qatim, 2 qatim qo'shilib ketdi. Unda bo'lsa B bilan C ning kesishmasini bir qatim elib o'taman. Yani shuningga o'xshash, masalan qizil qalamda sizay bir qatim shundami? Bu 2 parcha, ya'ni bu 2 bo'lak qanday bo'ldi?
A bilen bir qatim, C bilen bir qatim. Yani A bilen bir qatim, C bilen bir qatim, 2 qatim qo'shilib ketdi. Unda olsa, men A bilen nimaninki, A bilen C'ninki kesishmasini bir qatim elib o'taman. Shundami? Eng oxirsida halqiliq nuqtasi bo'lgan, ya'ni eng ichidagi bu markaz nuqtaga qarab boqaylik. Bu markaz nuqta aslida A bilan bir qatim, B bilan bir qatim, C bilan bir qatim, 3 qatim qo'shilgan. Shundami? Men bu yerda A B'ninki kesishmasi deb bir qatim chiqarib o'tdim bu markaz nuqtani. A C'ninki kesishmasi deb bir qatim chiqarib o'tdim va B C'ninki kesishmasi deb bir qatim chiqarib o'tdim. Bu markaz nuqta 3 qatim qo'shilgan, 3 qatim chiqarib o'tib bo'ldim. Demek, men bunu hesaplamadım degan gap. Şunlaşqa biz eng oxirida qanday qilamiz? A, B, C'ninki bu 3 toplamning kesishgan eng o'rtasidagi bu markaz nuqtani bir qatim qo'shib beramiz. Qo'shib bergan vaqtimda qanday bo'ldi? Yana bu keynidagi bu element sonlarini yig'inchoqlagan vaqtimda A, B, C bu 3 toplamning birikmasining element soni chiqadi degan gap. Unda bo'lsa eng oxirida biz toplamdagi barliq munosabatlarni bir ko'rib chiqaylik. Birinchisi nima debdi? Bo'sh toplam A toplamning qismiy to'plami shunami. Bo'sh toplam degan har qanday bir toplamning qismiy to'plami bo'la oladi. A toplamning qismiy to'plami. Har qanday toplam o'zining qismiy to'plami bo'la oladi. A toplam to'liq toplamning qismiy to'plami shundami? A toplam B toplamning qismiy to'plami va B toplam C toplamning qismiy to'plami bo'lsa, bu yerdagi A toplam C toplamning qismiy to'plami bo'la oladi. Beşincisi, A toplam bilan boş toplamning kesishimi. Shundami? Boş toplam bo'ldi. Bu yerdagi boş toplam qanday? Ichida hech qanday element bo'lmagan bir toplam. Unda bo'lsa kesishimi boş toplam bo'ldi. A toplam bilan A toplamning kesishimi A toplam, shundami? A toplam bilan to'liq toplamning kesishimi A toplam. Unda bo'lsa A toplam B toplamning qismiy to'plami bo'lsa, A toplam bilan B toplamning kesishimi A toplamga teng bo'ldi debdi. Ya'ni A toplam B toplamning nimasi? Qismiy to'plami. Men buni B desam, bu nim bo'ldi? Masalan A. Unda olsa A bilan B'nin kesishimi yana nim bo'ldi? Ichidagi A bo'ldi shundami? Biz bularning hammasini grafikni chizish orqali chiqarib olamiz amaliyotda. Keyingisi qarab boqaylik. A toplam bilan bosh toplamning birikmasi. A toplam bilan A toplamning birikmasi. A toplam shundami? A B C'ninki. Shundami? Biz xohlagan ikkisini biriktirib olib, ananikin qilib qolgan birisi bilan biriktirsam bo'ladi. 12-incisi A B'nin qismiy to'plami bo'lsa, A bilan B'nin birikmasi B. Xuddi buningga o'xshash shundami? Unda bo'lsa, masalan, buni biz B desak, buni A desak, shundami? Ichidagi A desam, unda bo'lsa A B'nin birikmasi nima bo'ldi? B bo'ldi. Mana javob. Unda bo'lsa A toplam B toplamning qismiy to'plami bo'lsa, B toplamning to'ldiruvchi to'plami A toplamning to'ldiruvchi to'plamining qismiy to'plami bo'ldi debdi. Men buni örnekni beray maslanga. Biz bunu qanday? Bunu biz to'liq toplam deylik ama A toplam B toplamning qismiy to'plami. Unda olsa, men bu yerga B toplamini sizdim, bu yerga A toplamini sizdim. Unda olsa B toplamning to'ldiruvchi to'plami shundami? B toplamning to'ldiruvchi to'plami degan sertediki, yani B toplamının sertediki bu yerini ko'rsatib berdi. Unda olsa A toplamının to'ldiruvchi to'plami degan bu A toplamının sertediki bütün yerlerini ko'rsatib berdi. Unda olsa qaraydigan bo'lsak, bu yerda B toplamının to'ldiruvchi to'plami shundami? A toplamının to'ldiruvchi to'plamining qismiy to'plami bo'lib ketadi degan gap. Unda olsa A bilan B ve C toplamının kesişiminin şunama birikmesi. Nimaga teng bo'ldi ekan? Biz buni tirnoqdan tarqata olamiz. A toplamı bilan B toplamının birikmesi ve A bilan C'nin birikmesining nimasi? Kesishimiga teng bo'ldi degan gap. Keyingisi A bilan B'nin birikmesining to'ldiruvchi to'plami. Shundami? A'ning to'ldiruvchi to'plami ve B'nin to'ldiruvchi to'plamining kesishimiga teng bo'ldi. 16-incisi A B'nin qismiy to'plami bo'lsa, B'nin to'ldiruvchi to'plami A'ning qanday to'ldiruvchi to'plamining nimasi bo'ldi? Qismiy to'plami bo'ldi deb bir chiziq tushib qolibdi. Eng oxirgisi nima debdi? A toplamdan B toplamini chiqarib o'tganim shundami? A toplam bilan B toplamning to'ldiruvchi to'plamining kesishimiga teng debdi. Unda biz bunga tafsiliy bir qarab boqaylik. Men oldi bilan to'liq toplamni bir chizib chiqay, shundami? Mana chizib oldim, to'liq toplam. A toplamdan B toplamini chiqarib o'tganim. Unda bo'lsa, men bu yerga A toplamini chizma, shundami? Bu yerga B toplamini chizma. Tafsiliy qarab boqaylik. A toplamdan B toplamini chiqarib olsam, bu qizil qalam bilan
bo'yab qo'ygan bu qismi qilib qoldi, shundami? Unda biz qaraydigan bo'lsak, B to'plamning to'ldirg'ich to'plami, shundami? B to'plamning to'ldirg'ich to'plami degan gap amaliyotda B to'plamning sirtini ko'rsatib berdi. Ya'ni bu qismini ham, ya'ni shundami? Ko'k qalamda bo'yab qo'ygan barliq qismini, hatto bu yerni ko'rsatib berdi, shundami? Ya'ni bu yerni ko'rsatib berdi. Unda biz bu qismi bilan shundami? B ning sirti bilan A ning kesishimi degan nima? Ya'ni shu qizil qalam bilan bo'yab qo'ygan yani ko'rsatib berdi degan gap. Undaq bo'lsa, biz bularning hammasini qanday qila olamiz? Daftarga men xuddi bu yerda sizg'anga o'xshash sizib, anandan keyin chiqara olamiz. Unda bo'lsa, bugungi darsimiz to'plam mush yerda oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.